Assalomu alaykum qarindoshlar. Python'dan asos 18-qism darsiga xush kelibsiz. Biz bu qismliq darsda yangi mazmun so'zlaymiz, ya'ni bugungi so'zlaydigan mazmun Python'ning function yoki method. Function degan funksiya degan gap uyg'ur tilida. Method degan metod. Biz burun darsida Python'ning ichida yadrosida qurilgan nurg'un metodlarni o'rgandik. Masalan, bir list qurgan bo'lsak, student marks edi, o'quvchilarning natijasi 78, 89, 67, 56, 105 o'quvchilarning natijasi. Buningki qanchalik element borligini qaysi metoddan foydalanib topdik? Len degan student marks. Mushu bir metod 5 chiqdi o. Buning mal len deganlar clear yoki uppercase, lowercase degan hamma metodlarni o'rgandik. Bu Python'ning o'zining yadrosida bor metodlar yoki funksiyalar. Endi biz o'zimizning ehtiyojiga asosan programmerlar ayrim metod yoki funksiya yozamiz. Metod bilan funksiyaning asosli maqsadi kodni qayta ishlatish. Yozgan kodni qayta ishlatish. Masalan, ma'noni qarasanglar, ma o'quvchininki student marks ber deyli. Men buningdan, ya'ni 3 sinfnikini yozay. Marks, masalan, A deb turay. A, B, C deb 3 sinf bor. Hamda har bir sinfdagi natijalarning o'tirchi qiymati qancha deb hisoblaydigan oshib qolsa, o'tirchi qiymatni qanday hisoblaymiz? Mush 5 ni qo'shib 5 ga bo'lib o'tgandan o'tirchi qiymati. Uni qanday desanglar, masalan, sum inglizcha gap. Umumiy yig'indisi degan gap, yig'inda. Masalan, A sum deb bir metod var. Bu Python'ning o'z ichida bor. Student marks A. Mushu student marks A degan mushu listning ichidagi hamma elementning yig'indisini chiqarib turdi. Hamda uni 5 ga bo'lib beramiz. Ya'ni qancha son bo'lsa, qancha element bo'lsa shuni bo'lamiz. Uni qanday topamiz? Ya'ni length edi inglizchani. Len degan metoddan foydalanib topamiz. Student marks A. Hamda o'tirchi qiymatini average deydi. Men de qisqartirib A deb yozib qo'ydim. A sinfniki. Qanday bo'ldi? Ash sum A ni length. Mal length qanday? Length A dey. Mesela ma hammasi 5 qo'y. Ba'zilari o'xshamagan nimani ketib qo'yaylik. Endi buni besib chiqarsak, xatolik chiqib oldi. Length is not defined dedi. Chunki men bu ism o'zgartgachga shuni topolmaydi. 78. Nima manda float chiqdi desanglar, biz oldin qism darsda implicit conversion, ya'ni iniq olmagan tip o'zgartishni o'rgandik. Shunaqa. Buning yig'indisini 5 ga bo'lsak, butun son chiqmaydi. Butun son chiqmagan degan
бүтін сан chiqmasligi mumkin. Şuna manda float şekilde çıkarıyor Python avtomatik. Hem de manın 4 qur yazdık şunaqqa. Hem de B class'nikini tapaylı. B class'nikini mi? Qanda tapmayız desek, mani B'yi özgertip B 65 çıktı şunaqqa. Hem C class'nikinchi C ma yok qapti ma B özgertish kerak. C 77. Ma'ning 5 o'quvchi, ma 6, ma 7 o'quvchi. Qancha qur yazdik? 12 nima? Ha, 12 qur yazdik shunaqa, 12 qur kod. Mesela men araliqni juyasam, shunchalik qimmatdiki qanda kod yozishga to'g'ri keldi. Endi biz o'ttirchi qimmatini hisoblab chiqaradigan bir metod yoki funksiya o'zimiz yozib olsaqchi, qayta yozishninki hojati yo'q. Masalan, onu qanday yozamiz? Yangidan 19-qurib qaranglar. Python'ninki kodini def halqılık söz bilan boshlaymiz. Def degan define. Qaranglar, halqılık söz ko'k ko'rinyapti shunaqa. Define inglizchada define degan so'zdan qisqartirilmasi, ya'ni sharhila demakchi. Bir narsani sharhila. Nimani sharhlaydi? Mush funksiyani yoki metodni. Xuddi mishadiki sum, ya'ni yig'indisi, len uzunluqi degandek metodga o'xshash bir nimani sharhla deydi. Biz buni nimda bir xalqancha ism qo'ya olamiz. Buni urumchi deb qo'yib olsak bo'ldi. Bir metodga yoki functionga, qanday metodga bir ism qo'yamiz. Men mani endi hozir ingliz bilan qo'yatman. Average degan o'rtacha degan gap. Bir metod qurdim, tirnoq ochdim. Buningga hamda qarasanglar, hamma metodda o'rtaga bir narsa yozyapmiz-ku. Bir sum len olsun. Mesela men print degan bir metod. Buning ichiga mani yozyapmiz. Buni nima deymiz desanglar, buni parametrlashtirish deymiz. Parametr bo'ldi. İchiga bir narsa. Shuning bir narsani tepish olgan ekan metodini yoki funksiyasini. Miyaga qanday bir parametr yozamiz. Endi bu parametrni Pythonda sonliq ma'lumot tipiga cheklam qo'yilmag'achqa xohlagancha bir ism qo'yib qo'ysak bo'ldi. Masalan, ma'noda list shunaqa, men list bu. Listni qanday qilamiz deganda, masalan, my list deb qo'yay. My list. Bu my list xohlagancha bir list. Hamda osm chekit. Miyaga xohlagancha ism qo'ysak bo'laverdi. Urumchi deb qo'ysak bo'laverdi. İsim hamda balkim savol so'rashinglar mumkin, so'ramasliginglar mumkin. Bu metod ismi xohlagancha qo'ydi desam, ya'ni sizlar son bilan boshlab ketsang bo'lmaydi. Son bilan boshlash qilmaydi. Andan keyin bu ismni xohlagancha, masalan, halqiliq ochiqlik so'zlar qo'yib olmaydi. Masalan, print degandek. Çoxum bir normal average ochiqlik olmagan ochiqlik so'zini qilib qolsanglar, to'qinishib qoldi keyin yurgizganda. Average o'tiral dedim. Andan keyin çoxum osm chekit. Bundan keyin osm chekitdan keyin enterni yoki MacBook ishlasanglar, returnni bossanglar, ostiga tushadi. Miyadan ham diqqat qilsanglar, miyada bo'shliq bor. Python'da indentation deydi. Back cheklimsi back kuchlik Python'daki. Indentation degan gap desanglar, Uyg'urchadagi bo'shliq atlash degan gap. Masalan,
odatda mani bir tal bo'shliq qo'yib qo'ysanglar ma ishlamaydi ma. Ijro qilinmaydi. Mush indentation degan shu. Bo'shliqqa bek diqqat qilamiz. Odatda Pythonda method-ga 4 bo'shliq oraliq saqlasak bo'ldi, ham bu yerdan internni bassanglar yoki returnni bassanglar, o'z avtomatik 4 bo'shliq qo'ydi. Agar bo'shliq bo'lmasa qanda, masalan 1 2 3 4. Odatda shunday yozamiz. Hamda biz nimani qilmoqchidik? Average, o'rtacha son topmoqchidik. O'rtacha son qanday bo'ldi? O'rtacha son yig'indisiga qanday? Uzunligini bo'lib olsaklar bo'ldi. Buning yig'indisi nima deganda? Masalan, ayrim yozay bo'libdi. Sizlar tushunishinglar uchun. Mush Urumchi deganda biz bir list deb ilib oldik-da, ism qo'ydik. Sam deb ism qo'ysa qolmaydi, chunki Urumchining yig'indisi edi. Miyada sam deb bir metod o'g'achqa o'xshash ism qo'ysa qolmaydi. Mush Urumchining qanda? Mush listningki yig'indisi. Length qancha soni bor, ichida qancha elementi bor deganni qanda? Len Urumchi. Urumchining qimmat bermadik, chunki har qanday qimmat bersak bo'laveradi chiqargan chog'da. Endi bu average nim bo'ldi. Mushu sum Urumchiga ma bo'lash degan gap yantu. Length Urumchi bo'lib o'tgan tang. Buni qanday qilamiz? Endi print qilib chiqaramiz. Bu nim bo'ldi? Average. Tushuna olamizmi? Average bo'ldi. Ma'lum biz average deb bir metod qurib oldik. Bundan keyin hamda qarasanglar, ma 3 class bor, 3 class. Nima? 3 list, 3 sinfninki. Biz 12 qur yozgandan o'rniga hozir miyaga ma algoritmni tushundinglarmi? Tushunmasanglar asli inkas shaklda savol so'rasanglar bo'ldi. Men mani qisqartib bilan mandalam yozsam bo'ldi. Mani o'rniga print sum Urumchi mushuning yig'indisiga mushunga qanday? Len mush Urumchi degan listni bo'lib print qilib chiqarib bersak ham bo'ldi. Mushuning o'zi qanday? Ma'sad bayon qilsalar ma o'xshash. Endi qanday qilamiz? Miyadan internni bassanglar, yana 4 qur atlaydi. Hozir 4 qurdan qilsak bo'lmaydi. Shunga yana boshqa aytamiz. Indentation degan shu. Bo'shliq atlash. Hamda average. Masalan, average'dan type nim bo'ldi biz. Tipi average. O'zimiz yozib oldik-a, mana bu. Tipini chiqamiz. Hozir men average. Hamda average bu metodning, bu funksiyaning nima foydasi bor desanglar, buning ichiga har qanday bir listni yozsak, shuning o'tirish qiymatini chiqarib beradi. Masalan, ma 3 listningki A B C. Malan yozishning o'rniga biz bir funksionni bir yozib oliblar. Mush ism bilan bevos chaqirib qayta ishlasak bo'laverdi. Buni bassaqmi? String bir xatolik chiqib qoldi.
Average missing one required positional dedi. Argument ürümçi. Qayerden ketdik desanglar, men maninkiga tırnaq almaymiz. Çünkü ism bo'lg'ach qilam hozircha. İsmininki average degan bir funksiyaninki tipini topmoqchi bo'lg'achqa tırnaq almasak bo'ldi. Yurgizsak syntax yana bir tal tırnaq type'ning tırnaqi type'ning ichiga nima print'ning tırnaqi bilan type'ning tırnaqi unutib qopdimi? Shulib ketibdi. Hem yurgizsak class nima chiqdi? Function. Buning tipi function. Function degan nima? Mush funksiya demakchi. Method deb basangiz bo'ladi. Ya'ni men hozir o'rganayotganim shu. Funksiya degan shu. Mana o'chirib o'tsam qo'shash deyli. A'dan 5 B'dan 10 C nimidan A bilan B. Logik ismi shu qo'shashninki. Endi har qitim ikki sonni manda qo'shashni o'rniga biz bir funksiya yozib olsak, defdan boshlab shunaqa qo'shashni add deydi-ku. Endi buning qanday parametrlashtiramiz? Qo'shash qanchalik nim talab qildi? 2 element talab qildi. Shunaqa 2 narsani qo'shimsak, balkim 2 dan ortiqdir, lekin hozir biz uchun 2 narsa qo'shash muhim. A bilan B. Cho'qim A bilan B emas, xalqancha ism qo'ysangiz bo'ldi. T bilan O deyendik. Qanday osmi chekit. Print T qo'shimiz O. Mana bu qo'shashning bir funksiyasi. Endi bundinkini biz qanday qila olamiz? Mushu add ismi mana funksiyaning ismidan keyin ikki son bersak ham bo'ldi. Mani qo'shsak mau. Biz faqat manda yozib o'tirishning o'rniga mush funksiyadan 5-6 qo'shima. Qanday 11 mana. Funksiya degan shu. Endi diqqat qiladigan nuqta bu funksiyaninki hozir ham biz print qildik shunaqa. Print qilganning o'rniga yana nima olaymiz desanglar. Return deb bir gap bor, qaytarish degan gap. Return deb olaymiz. Printning o'rniga. U joqda qanday? T qo'shilgan O. Shunaqa. Lekin return print qilmag'achqa yurgizsak hech qanday natija chiqmaydi. Buni tepish uchun qanday qilamiz? O'zimiz print qilamiz endi. Add 6-7. Mayet o'xshash. 13. Tushuninglarmi? Return qilsanglar cho'qim buni print qilsizlar. Bu return nima deganda bir qimmat qaytadi degan gap. Mana qanday qimmat qiladi? Mana yig'insiz qaytadi. Print yozsanglarmi? Bevosita chiqarib turadi u vaqtda. Print qilmay bevosita add deb yozsanglar bo'lardi. Ikkisi o'xshash. Masalan, biz ikki son masalan kvadratni tushunamiz. Kvadrat degan gap ikki sonni bir-bir ko'paytirish degan gap. Kvadratni chiqargan oddiy bir hisoblovchi yozaylik. Har qanday bir sonning kvadratini tep chiqargan. 5 ning kvadrati qancha? 25. 10 ning kvadrati 100. O'zini o'zi ko'paysa kvadrat bo'ldi. Uni qanday qilamiz? Def kvadrat inglizcha square deydi. Har qanday sonni o'zi ko'paytirish logika bak muhim, odatda kod yozganda. Kvadratni yoz degan bo'lsa, kvadrat degan nima? O'zini o'zi ko'paysa kvadrat bo'ldi. Bir sonni masalan A deb olsak, A ni A ko'paysak ham qanday?
Bu kvadrat oldu. Parametrlaştırıp bu ne? Print qilsam mı bo'ldi? Return qilsam mı bo'ldi? Return qilsam qanda? Hemen ma to'xtalib men xato yaptım. A'ning bir sonninki qanda kvadrati degan ekan. A ko'paytganda demakchi. Ma A'ni eskitibman. Unda olganda masalan ma square 10'ning kvadrati. Shunaqa buni qanaqa qilamiz? Print qilamiz chunki ma bu return type bo'lg'achqa. Return tipi bo'lsa qancha chiqish kerak? 100 chiqish kerak. Mana. Yoki men mana qanaqa qilsam bo'ldi? O'sha bilan print qilib A ga A'ni ko'paytib birimiz desak, mana yozganning o'rniga square 45 ning kvadrati qancha chiqadi? Sizlar hisoblay olamiz, hisob qilmaydi. Shunga algoritmni bir hisoblam. 2020 chiqdi ekan. Unda olsa sizga bir hozir ekran to'xtatib men bir vazifa beray, shuni ishlang. Bir sonning kubini qanday hisoblab chiqaramiz? Ekran to'xtatib qo'yib yozinglar. Uni endi kub degan nima? Bir sonning kubi. Bir sonni o'ziga 3 qitim ko'paysa kub bo'ladi. 2 ning kubi qancha? 8. 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2. Logik shu. Qanday yozamiz? Def cube shunami? Bir son masalan xohlagancha A bo'lsin bo'ldi, B bir son deylik. Print B ko'paytirilgan B ko'paytirilgan B. Dasa cube 3 ning kubi qancha? 27. 3 qitim ko'paytamiz. 27. Endi mana bunda qilsaqchi. Ko'paytirilgan 3 qilsaqchi. Nima chiqadi? 9 chiqadi. Nima 9 chiqdi? Chunki men sonni 3 kilam ko'paytma degan gap bu. Degan tersimiz function qayta mashq qilinglar, qayta yozib o'zinglar. O'tirch qiymatni topadigan, kubini topadigan, kvadratini ilish, qo'shash, ko'paytirish, bo'lish. Ashunday metod qurib o'zinglar ishlab chiqinglar. Beginners shunchaki.